Bugungaku yeganim bor. Mayli bir haftaga ham yetar. Keyin nima qilar ekanman? Mendan keyin bolalarim nima qilar ekan? Degan behuda istirofni yo'qotish kerak. Nima uchun? Chunki har bir maxluqning ajali belgilanganidek rizqi ham belgilanib qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo buni o'zi Qur'onida e'lon qilib qo'ygan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohim. Va ma min dabbatin fil ardi illa alallohi rizquha. Ya'lamu mustaqarraha va mustawda'aha va kullun fi kitabin mubin. Alloh taolo aytadiki, yer yuzida o'rmalab yurgan jonzotiki bor, Alloh uni rizqini o'z zimmasiga olgan. Jonzot ko'zga ko'rinmaydigan, mayda timirsilab yuradigan, bizni ko'zga ko'rinmaydigan jonzot bo'lsa ham, o'shani rizq bilan ta'minlashni Alloh o'z zimmasiga olib qo'ygan. Yuribdi. Yer yuzidagi jonzot borki, rizqi Allohning zimmasida, o'zi olgan. Alloh o'shani qarorgohini ham biladi, borar joyini ham biladi. Hammasini biladi. Va har bir narsasi ochiq oydin kitobda yozilib turibdi. Kimga qancha rizq beriladi, qachon beriladi, qandoq beriladi, va nima bo'ladi. Hammasi turibdi. Uni bor narsani tashvishini qilishni o'zi espaslikdan boshqa narsa emas.